Xo'p, assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, Bilimdon bolajon olimpiadamizda 3-sinflarda maktab bosqich testlarini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol. Olcha daraxtining 24 ta shoxchalari bo'lib, har bir shoxchada 42 tadan olcha hosil berdi. Aslbek bu daraxtdan qancha olcha terib oldi? Demak, 24 ko'paytiramiz 42 ga. 1008 chiqadi. 1008 B javob. Birinchi savol javobi B chiqadi. Ikkinchi savol. Xo'p, ifoda hosil bo'lgan sonning o'nlar xonasida turgan raqamni toping. O'nlar xonasida turgan raqamni topishimiz kerak. Buning uchun 99 ni 45 ga ko'paytiramiz. Xo'p, shu yerda bitta layfhak o'rgatib ketaman. 99 da 100 ayrilgan 1 desak, 45 ni 100 ga ko'paytiramiz. 4500. Undan 45 ni ayirib tashlaymiz. 4455. Bunga 723 ni qo'shamiz. 8 7 1 5178. O'nlar xonasida 7 raqam turibdi, demak javob C. Uchinchi misol. Muhammad Ali Inbazardan har biri 17 so'mdan bo'lgan paypoq, 6 juft paypoq va har biri 66 so'mdan 2 ta shim sotib oldi. Sotuvchiga 460 so'm pul bergan bo'lsa, sotuvchi necha so'm pul qaytarib bergan? Demak, birinchi qilgan xarajatimizni topib olamiz. 17 so'mni ko'paytiramiz 6 ga. Va 66 so'mdan bo'lgan shimni ko'paytiramiz 2 ga. 2 ta olganligimiz uchun. Olti kare 7 42, 4 tilda 6 10. 102 plus 66 ni 2 ga ko'paytiramiz. 132. Qo'shamiz. 234. 460 dan 234 ayirib tashlaymiz. 6 326 D javobda turibdi. To'rtinchi savol. Aslbek ustoz 14 dan 97 gacha bo'lgan hamma sonlarni yozib chiqdi. Aslbek ustoz bu sonlarni yozishda nechta 8 raqamidan foydalangan? Demak, ikkita usulni ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchisi ozgina qiyinroq bo'lsa ham ko'rib o'tib ketamiz. 14 dan keyin 18 da bor. 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 bo'ldi. 98 o'tib ketdi. Sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 88 ikkita. 18 javob. 18 ekan. Osonroq usulini markazga kelganingizda o'rgatamiz. Xo'p, 5-misol. Said dushanba, chorshanba va juma kunlari faqat olma yeydi. Demak, dushanba, chorshanba va juma kunlari olma yeydi. Seshanba va payshanba kunlari esa faqat mango iste'mol qiladi. U kuniga 2 ta olma yoki 3 ta mango iste'mol qiladi. Shanba, yakshanba kunlari hech qanday meva yemaydi. 2 hafta ichida nechta meva yeydi?
Demak, dushanba, chorshanba, juma kunlari olma yeganligi uchun ikkitadan olma yeyish kerak. Demak, ikkita. Seshanba mango yeydi 3ta. Keyin shanba, yakshanba kunlari hech qanday meva yemaydi. Demak, e'tibor beramiz. 2 kare 3 6, 3 kare 2 6, 6 ga 6 12ta. Bir hafta mobaynida 12ta meva yeyapti. 2 hafta mobaynida 24ta yeydi. Raqamlar 4 ta turli katakchalar kartochkalarga yozilgan. Ulardan 3tasini rasmda ko'rsatilgandek stolga qo'yib, ayirish amali bajarildi. Necha xil natija olish mumkin? Demak, bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz. 11 ayrilgan 2. 9. 11 ayrilgan 3. 8. 12 ayrilgan 1. 11. 12 ayrilgan 3. 9. Buni sanamaymiz, chunki tepada 9 natijasi chiqdi. Xo'p. 12 ayrilgan 3 maqlaymiz. Endi 13 ga o'tamiz. 13 ayrilgan 1. 12. 13 ayrilgan 2. 11. Buni ham sanamaymiz, sababi tepada 11 chiqqan. 21 ayrilgan 1. 20. 21 ayrilgan 3. 18. 31 ayrilgan 1. Ikkita 1 borligi uchun 1 ni bittasini ishlatyapman. 31 ayrilgan 2. 29. 31 dan keyingisi 23. 23 ayrilgan 1. 22. 23 emas, 32 ayrilgan 1. 31. Xo'p, sanaymiz. 1, 2, 3 buni sanamadik. 4 buni ham sanamadik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta chiqdi. Yetti. Do'konda har sotib olingan 4 ta ko'ylak uchun bitta ko'ylak qo'shib berilmoqda. Bir dona ko'ylak narxi $12. Ushbu aksiya bo'yicha 26 ta ko'ylak qanchaga sotib olish mumkin? Endi qarang, 4 ta ko'ylak 4+1 aksiyasi ketyapti ekan. Demak, 5 ta ko'ylak. 5 ta ko'ylak olasiz, 4 tasiga pul to'laysiz. 26 ni 5 ga bo'lamiz. 26 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 tadan 1 qoldik. Hop. 5 talik ko'ylagimizdan 5 ta o'ram bo'lyapti. Uni har birining 4 tasiga pul to'laymiz. 5 kara 4 20 ta. Va bir qolib ketgan ko'ylakka ham pul to'laymiz. 22 ta. 22 ta ko'ylakka pul to'laymiz, har biri $12 dan. 10 tasi 220, 44, 264. Javob. 22 ta ko'ylakka pul to'laymiz, biz 4 ta ko'ylakni tekinga olib qolamiz. Uzr. Shu yerda salgina xatolik ketdi. Demak, 5 kara 4 5 kara 4 20.
plus 1 qoldiq. 20 bitta ko'ylak. Ko'paytiramiz 12. 10 tasi 210, 2 tasi 42. 252. Javob C emas, B javob bo'ladi. 8-savol. 1, 2, 3 raqamlaridan nechta ikki xonali juft son hosil qilish mumkin? 1, 2, 3 raqamlaridan nechta ikki xonali juft son hosil qilish mumkin? Ikki xonali demak ikkita katak. Juft son bo'lish uchun oxiriga 2 turishga majbur. Bo'lishi mumkin 12, bo'lishi mumkin 32. Raqamlar takrorlanmas degan uchun 22 ni olmaymiz. D javob ikkita bo'ladi. Xo'p, bu yerda qaysi shakl bilan qo'shsak kub hosil bo'ladi? Demak, e'tibor bersangiz, mana bu yerda bitta ortiqcha kub bor, mana bu yer bo'sh bo'lish kerak. Bu yerga yetishmayotgan kub bor, mana. Demak, javob A javob bo'ladi. So'roq belgisi qo'yilgan ikkita doiraga bir xil son berkitilgan. Barcha sonlar yig'indisi 18 ga teng. Berkitilgan sonni toping. Demak, 10 ga 2 12, 18 dan 12 ni ayirsak 6, 6 ni 2 ga bo'lsak 3. 3 3 da. Javob 11. Mashina manzilgacha bo'lgan masofani 3 soatda bosib o'tmoqchi. Mashina birinchi soat 75 km, ikkinchi soat undan 12 km kam. Kam. Qaysidan? Birinchi soatdan. 75 dan 12 ni ayirib olamiz. 75 dan 12 ni ayiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Demak, 63. Bu ikkinchi soat yurildi. Agar jami manzilgacha bo'lgan yo'l 200 km. Demak, 75 ga 63 ni qo'shamiz. 8 138. 200 kilometrdan ayirib tashlaymiz 138 dan. D javob. Yana 62 kilometr 3-kuni yurish kerak. 12-savolga keldik. Demak, 12-savol. Devordagi soat har soatda o'z miqdoricha bong uradi. Demak, 4 da 4 marta, 5 da 5 marta, har yarim soatda esa 1 marta bong uradi. 4:30 da 1 marta. Soat 3:45 dan 5:05 oralig'ida nechta bong uradi? Demak, 3:45 dan keyin keladigan soat 4:00 bong uriladigan soat. 4:00 da 4 ta bong uradi. Keyingisi 4:30. 4:30 da bitta bong uradi. Keyingisi 5:00. 5:00 da 5 ta bong uradi. 5:05 bo'ldi, tugadi. Demak, 4 ga 1 5, 5 ga 5 ni qo'shsak 10 marta bong uradi. Xo'p, quyida Mustafa va Umarxo'ja 7 hafta davomida to'plagan pullar grafiki asosida ko'rsatilgan. Ular ikkinchi haftada jami qancha pul jamg'argan? Ikkinchi haftada jami qancha pul jamg'argan? Buni tak Mustafa desak, bu Umarxo'ja desak, endi ikkinchi hafta, bu birinchi hafta, bu ikkinchi hafta. Ikkinchi haftada bittasi $300, ikkinchisi 400. Hop. 300 ga 400 ni qo'shamiz, 700. On 14-savol hisoblang. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Bu e'tibor bersangiz, bular juft sonlar. Mana buni hisoblaymiz 2, buni hisoblaymiz 2, buni hisoblaymiz 2,
Bu ham 2. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2 8. 8 ga 6 ni qo'shamiz. 14. B javob. 15. 23 metr 53 santimetr 43 millimetrni millimetrda ifodalang. Mana shu yerda chalg'iydigan joylarimiz bor, hurmatli o'quvchilar. Demak, mana bu yerdagi 43 millimetrdagi 4 bu santimetrga o'tkazib yuborib 56 qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Demak, metrdan millimetrga o'tish uchun 1000 ga ko'paytiramiz. Santimetrdan millimetrga o'tish uchun 10 ga ko'paytiramiz. 1000 ga ko'paytirsak 23000 plus 10 ga ko'paytirsak 520 plus 43. Qo'shib chiqamiz endi. 23563. 23563 degan javob B javobda turibdi. 16-savol. 3 ta tovuq, 1 ta mushuk, 2 ta ilon va 2 ta kuchuk jami oyoqlar sonini toping. Tovuqning har birida 2 tadan oyoq bo'lganligi uchun 3 ta 2 ga ko'paytiramiz. Bu odatda kenguru masalalarida, kenguru olimpiadalarida, xalqaro olimpiadalarda ham tushib qoladi shunday masalalar. 1 ta mushuk har biri 4 tadan oyog'i bo'lganligi uchun 4 ga ko'paytiramiz. 2 ta ilon, ilonda jo'ralar oyoq bo'lmaydi, 0 bo'ladi. 2 ta kuchuk, oyoqlar soni 4 tadan 8. 6, 4, 0, 8. Qo'shib chiqsak 18. Javob. 17-savol. Tenglamani yeching. Ayrilayotgan son tenglik tomoniga qo'shish bo'lib o'tadi. Qo'shilayotgan son esa tenglikning u tomoniga ayirish bo'lib o'tadi. Hop, 20 ga 5 qo'shamiz, 25. 25 dan 3 ta ayiramiz, 22. Ikkisimiz 22 ekan. Xo'p, 18-savolga o'tamiz. Sinfda 21 ta o'g'il bola, 12 ta qiz bola o'qiydi. Partalar 3 qatordan qo'yilgan. Har bir partada qatorlarda necha nafar o'quvchi o'tiradi? Demak, jami o'quvchilar soni 21 ga 12 ni qo'shamiz. 33 nafar o'quvchi, 33 nafar o'quvchini 3 qatordan qilib joylashtirsak, 11 ta, har bir qatorda 11 tadan bola o'tiradi. 19 790.064 sonini 9 raqami qaysi xona birligiga tegishli? Demak, birliklar, o'nliklar, yuzliklar, mingliklar, 10 mingliklar. 10 minglar. B javob. 20-savol. Amallarni bajaring. 5 kere 12 60. 2 kere 10 20. 34 kere 0 0. Qo'shib chiqamiz 80. C javob. 21-misol. Omborga 945 kilogramm uzum keltirildi. Birinchi kuni 100 kilogramm. Ikkinchi kuni birinchi kunga qaraganda 20 kilogramm kam. Demak, 20 kilogramm kam bo'lsa, darrov nima qilib qo'yamiz? 80 kilogramm. Ikkinchi kuni 80 kilogramm degan. Omborda 945 bor edi, 100 kilogramm olib ketildi, keyin 80 olib ketildi. 180. 945 dan ayiramiz 180 ni. 765 javob. 22
sonlarni raqamlarda ifodalang. 6 ta 1000, 6000, 2 ta 10, 20, 5 ta 1, 5. 6025. Size javob. Agar quyon 2 ta oyoqda tursa 4 kilogram chiqadi. Shu quyon 4 oyoqda turganda necha kilogram chiqadi? 4 2 ga bo'lib 2, 2 ni 4 ga ko'paytirib 8 degan javob chiqarib qo'yadigan o'quvchilarimiz. Quyonni vazni 2 ta oyoqda turganda ham, 4 ta oyoqda turganda ham shu 4 kilogramgacha turaveradi. 24-savol. 22 ni 2 ga bo'lamiz. 11. 24 ni 5 ga ko'paytiramiz. 5 kare 4 20, 2 dilda 5 kare 2 10, 12. 120, 1 ni qo'shsak 131. B javob. 25. Agar A teng 7, B 19 bo'lsa, ifodaning qiymatini toping. 7 kare 19. 7 kare 19 ni mana bunday qilib yozaman. 20 ayrilgan 1 deyman. 7 ni 20 ga ko'paytirganimda 140 bo'ladi. 7 ni 1 ga ko'paytirganimda 7 bo'ladi. 140 dan 7 ni ayirib tashlasak 133. A javob. 26. Maktab oshxonasiga 50 kilogram un keltirildi. Un har biri 5 kilogramdan bo'lgan xaltalarga joylashtirildi. Tushgacha 3 xaltachadagi un ishlatildi. Tak, 50 kilogram demak 5 kilogramlikdan 3 ta ishlatildi. 5 kare 3. 15 kilogram ishlatildi. 50 kilogramdan 15 kilogramda ayirib tashlaymiz. 35 kilogram un qolgan bo'ladi. 27. 54 kilogram bodring 18 ta bir xil bankalarga solib tuzlandi. 81 kilogram bodring tuzlash uchun nechta shunday banka kerak? 18. 54 18 ga bo'lamiz. Kare 8 bo'ladi. 3 tadan demak har bir bankaga 3 kilogramdan solinyapti. 81 ni 3 ga bo'lamiz. 27 ta. Bizga 27 ta banka kerak ekan. Siz javob. 3 bilan 63 ning ko'paytmasiga 300 ni qo'shing. 3 bilan 63 ning ko'paytmasiga 300 ni qo'shing. 489. Hisoblab tashladik javobini. Javoblarda esa hisoblash emas, endi o'sha so'z bilan aytilgan ifodani ko'rinishi kerak ekan. 3 bilan 63 ni ko'paytmasiga 300 ni qo'shing mana. Siz javobda turibdi. Mana bunda birinchi qo'shish bo'lib qolyapti. 29. Duradgor 8 soatda 32 ta stol yasaydi. Bu 1 soatda. Demak 1 soatdagisini topish uchun 32 ni 8 ga bo'lamiz. 4 ta stol yasaydi ekan. Siz javob. 30. Siz musobaqada yugurmoqdasiz va siz ikkinchi o'rinda ketayotgan odamdan o'tib ketdingiz. Siz nechanchi o'rindasiz? Birinchi o'rin deb chalkashib qoladiganlar bor. Qaranglar. Shu yuguryapti. Endi qandaydir bolacha, yana bitta bolacha yuguryapti. Bu birinchi o'rinda ketyapti, bu ikkinchi o'rinda ketyapti. Siz mana shu bolani quvib o'tdingiz va mana bu yerda egalladingiz. Bu degani siz kimni quvib o'tsangiz, shuni o'rnini egallaysiz. Ikkinchi o'rin. Javob. Maktab bosqichi 3-sinf.
o'quvchilarniki Bilimdon bolajon olimpiadasini test tahlili bo'lib o'tdi. Hurmatli o'quvchilar, testni tahlil qilgan ustozimiz Big Step o'quv markazidan keling, bizga bog'laning. Bizda o'quvchilarga ilm berish uchun guruhlar shakllantirilgan. Big Step ilm uchun katta qadam. Barchaga sog' bo'lsin.